Birinchi yordam bo'lsa hozir. Kim bo'ladi sizga? Biz iskanib ketyapmiz. Tursin mashinani naryoqqa. 5 sekund o'tmadi oradan. Ana bola bilan gaplashib, meni telefonni qo'yaman deb tursam, ana bola yugurib eshikni yopdi, kirib ketdi. Shu bilan ichkarida urib tashlashdi. Tashqarida turgan erkak o'zini bizga bemor ayolning shar'iy turmush o'rtog'iman deb tanishtirdi. Holatni o'rganishga harakat qildik, lekin juda ham chalkash, noaniqliklar ko'p. San nimaga bu bola orqasidan chiqdingni uribdi? Ichkarida urdi, qo'liga pichoq olgan edi. TPS xodimlarini chaqirdim. Ular kim bo'ladi sizga shu? Hech kim. Qayerdan Bir ikki marta tanishgansizlar? salomaligim bo'lgan, bo'ldi. Kimga murojaat qildi shu voqea bo'yicha endi? Ichki ishlarga murojaat qildim, bo'ldi. Aha. Boshqa hech kimga murojaat qilmadim. Biz bugun janjalning sababini emas, bemor ayolning sog'lig'i haqida gaplashamiz. Xodalar bilan beliga urgan. Ayasi sochidan ushlab turibdi, aytib berdi boya o'zi. Ko'ziga tepgan u. Uyimga o'g'ri kirdi, tuhmat qildi. Uchastkavoy telefon qilib, keling tezroq holat yuzasidan tushuntirish xati oling dedim. Keldi, tushuntirish xati oldi. Bu qonuniy ayolingiz. Qonunlar shar'iy. Ashariy. Ha. Endi siz o'sha gumonlanuvchiga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'raysiz. Shunday qolib ketishni so'ramayman. Uchta bo'lib urishganman. Ayni vaqtda bemorlar murojaati ko'p bo'lganligi sababli kaltaklanganligi aytilayotgan ayolning holati haqida shifokordan intervyu olishning imkoni bo'lmayapti. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, bemorning bosh, yuz, ko'z va lab qismlarida jarohatlar aniqlangan, qator tekshiruvlar o'tkazildi. Endi bemor ayol shifoxonada ma'lum bir muddatga olib qolinar ekan. Biz uni tezda sog'ayib ketishini tilaymiz.